Men blogimni endi yuritishni boshlayotganimda 3 ta juda ham katta xato qilganman. Xohlardimki, siz yangi kirayotganingizda bu xatolarni qilmang. Birinchi xatoyim lifestyle'ga, motivatsion kontentlarga, umuman fikrlarimni yetkazishga berilib ketib, mutaxassislik kontentlarni deyarli qilmaganman. Buni orqasidan bo'lsa sotuvlar bo'lmagan, sotuvlar bo'lmagandan keyin ish bo'lmaydi, ish bo'lmagandan keyin motivatsiya ham tushib ketaveradi. O'shaning uchun to'g'ri, lifestyle kontentlar, motivatsion kontentlar yaxshi ketadi va prosmotr ko'p bo'ladi, lekin mutaxassislik va sotuvchi kontentlar eng muhimi. Ikkinchi xatoyim kayfiyatim bor bo'lsa kontent qilaman, kayfiyatim yo'q bo'lsa kontent qilmayman. Va buni natijasida blogim bir tirilib qolardi, bir o'lib qolardi, bir yurardi, bir to'xtab qolardi. Va mana shu meni kamchiligim bo'lgan. Bu holatda blogimni hobbi emas, ish pozitsiyasiga o'tkazganimdan keyin bu yoqda sezilarli o'sish va hafsala bo'lishni boshlagan. Uchinchisi bo'lsa, bir 100 mingtadan podpishchim oshgandan keyin yulduzlik kasalligiga uchrab qolganman desam ham bo'ladi. O'zimni dunyodagi eng zo'r odam deb o'ylab olganman. Va men o'sha uchun 1 yildan oshib 115 mingta podpishka atrofida qotib qolganman va meni oyog'imdan mashinasi chalgan. Tavsiyam o'zingizni juda ham zo'r odam deb o'ylab olmang. Siz bo'lmasangiz boshqasi chiqadi baribir. Agar fikrlarimga qo'shiladigan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'ying va blogini endi yuritishni boshlayotgan yaqinlarga shu videoni yuborib qo'ying.